Biz HeadStart'dagi ko'plab servislar qatorida Support Teacher xizmatini ham judayam yuqori baholayman shaxsan va Samandar ikkalamiz har darsdan keyin har kuni Support Teacher yordami bilan Sojida ismli o'qituvchi qiz bizga yordam berdilar. Doim shug'ullanardik darsdan tashqari. Ular professional mahoratga ega, o'zini metodikasi bor, yaxshi kadrlar tanlashgan va sidqidildan o'z yordamlarini ayamasdan bizga materiallar tayyorlab kelib, darsdan tashqari, ya'ni ish vaqtidan tashqari ham bizga materiallarni bo'lishib, tayyorgarlik ko'rishimizga judayam katta yordam berdilar. O'ylaymanki, bu servis boshqa nomzodlarga ham, IELTS tayyorlanuvchilari yoki umuman General English o'qiydigan kichikroq yoshdagi bolalarga ham judayam qo'l kelyapti. Chunki hammaniyam ota-onasi uyda ingliz tili darsini qilishga yordam berolmaydi. Mana shu turdagi katta, kichik, har qanday yoshdagi, har qanday darajadagi o'rganuvchilar, ingliz tili va IELTSga tayyorlanuvchilar uchun ular to'liq ish kuni davomida ertalabdan kechgacha HeadStartda yaxshi faoliyat olib borishyapti. Ulardan minnatdorman.